Fransiyalik Jules Rimet 1930-yilda Jahon chempionatini o'tkazishni taklif qilgan bo'lsa, oradan 68 yil o'tib, uning vatandoshlari o'z yurtida o'tgan mundialda chempion bo'ldi. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bugun biz 98-yildagi mundial voqealari va ayrim qiziqarli faktlarni esga olamiz. Assalomu alaykum. 93-yilning kech kuzida Park de Prince'da Fransiya terma jamoasi Bolgariyaga yutqizib, AQSh 94 mundialidan chetda qolib ketgandi. Bu kun mamlakat futboli uchun katta fojia bo'lib tarixga yozildi. Papin va Ginola, Cantona va Gerin avlodi Fransiya orzusini ro'yobga chiqara olmadi. Omadsizlik ketidan muvaffaqiyat ham keladi. Oradan 4,5 yil o'tib Zinedine Zidane avlodi Fransiya orzusini haqiqatga aylantirdi. Jamoa mamlakatga jahon kubogini olib berdi. Dunyo nafaqat yangi chempion jamoani ko'rdi, balki yangi yulduzlar porlaganiga ham guvoh bo'ldi. Fransuzlar hamma narsani katta ko'lamda tashkil etishni qotirishadi. Turnir boshlanishidan oldin ham 98-yilgi mundial eng yirik futbol tadbiriga aylanishi aniq edi. Gap faqat formatda emas edi. Ommaviy axborot vositalari mundial bilan bog'liq barcha jarayonlarni keng va batafsil yoritib borishdi. 16-FIFA Jahon kubogining formati avvalgilaridan farqli bo'ldi. Jamoalar soni 24 dan 32 tagacha ko'paydi. Guruhlar soni esa 8 tagacha oshdi. Turnirda 4 ta jamoa debyut qildi. Bular Xorvatiya, Yamayka, Yaponiya va Janubiy Afrika bo'ldi. 94-yilda turnirda qatnasha olmagan Avstriya, Angliya, Shotlandiya va Yugoslaviya yana jahon chempionatiga qaytdi. Kutilmagan holatlardan esa AQSh 94 jahon chempionatida 3-o'rinni olgan Shvetsiya va Euro 96da finalgacha yetib borgan Chexiyaning turnirga chiqa olmaganini aytsak bo'ladi. Qoidalarda ham ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Orqadan patkat qilish taqiqlandi. 3 tagacha o'yinchi almashtirishga ruxsat berildi va play-offning asosiy vaqtida durang bo'ladigan holatda oltin gol qoidasi joriy etildi. Fransiya mezbonlik huquqini 92-yil 2-iyulida FIFAning Syurixdagi kongressida qo'lga kiritgandi. O'shanda fransuzlar Marokashni katta ustunlik bilan yutgandi. Shu bilan mamlakat Italiya va Meksikadan keyin mundialni 2-marta o'tkazgan 3-davlatga aylandi. Birinchi marta jahon chempionatiga Fransiya 1938-yilda mezbonlik qilgan edi. Bunisi endi ma'lumot uchun. Demak, Fransiya 98. 10-iyundan 12-iyulga qadar mamlakatning 10 ta shahridagi 10 ta stadion musobaqaga mezbonlik qildi. Bu turnirda boya aytganimizdek, birinchi marta 32 ta terma jamoa ishtirok etdi. Ungacha 1982, 86, 90 va 94-yillarda 24 ta jamoa qatnashgandi. Musobaqa haqida batafsil gapiraman desa gap ko'p. Biz ayrim ahamiyatli voqealarni, qiziqarli faktlarni, turnir qahramonlarini yodga olishga harakat qilamiz. Demak, bir chekkadan boshlaymiz. Turnir antiq qahramoni David Beckham. Manchester United yarim himoyachisi David Beckham Fransiyaga Angliya futboli yulduzlaridan biri sifatida kelgandi. Bu mundial futbolchining birinchi yirik turniri edi va hamma ishlar teskari ketdi. Tunisga qarshi birinchi o'yinda Beckham jamoasi o'yinini zaxiradan turib tomosha qildi. O'sha paytdagi jamoa murabbiyi Glenn Hoddle uni Ruminiyaga qarshi ikkinchi o'yinda zaxiradan maydonga tushirdi. Angliya esa mag'lub bo'ldi. Yarim himoyachi keyingi o'yinda Kolumbiyaga qarshi birinchi golini urdi. Zarba ham ajoyib chiqdi. Bu golni Toshkentda turib jonli efirda ko'rgandik. Mirza Hakim aka goldan zavqlanib David Beckham deb kamida 4 marta qaytargandi. O'shanda endi hech kim Beckhamni to'xtata olmaydigandek tuyulgandi. Nimchorak finalda taqdir Angliyani Argentina bilan to'qnashtirdi. Hammasi ajoyib boshlangandi. Beckham to'pni oldinga Michael Owenga aniq uzatadi. U turnirning eng chiroyli to'plardan birini kiritadi. Chinakamiga shedevr gol. 16-daqiqada Angliya 2-1 hisobida oldinda borayotgan edi. Ammo keyin hammasi o'zgarib ketdi. Javier Zanetti taym oxirida hisobni tenglashtiradi. Bir necha daqiqadan so'ng Beckham Argentina sardori Diego Simeone bilan to'qnashadi. El Cholo, ya'ni Hindu laqabli yarim himoyachi orqaga yurib David tomon qadam qo'yadi. U esa himoyachini bexosdan chalib yiqitadi. Aktyorlik qobiliyatiga ega bo'lgan Simeone yiqilib, azobni namoyish etadi. Daniyalik hakam Nilson argentinalik futbolchiga ishonadi va Beckhamga qizil kartochka ko'rsatadi. Inglizlar muhim prinsipial o'yinda maydonda kam qoladi. Asosiy va qo'shimcha vaqt 2-2 hisobidagi durang bilan yakunlanadi. Penaltilar seriyasida Argentina g'alaba qozonadi. Mag'lubiyat sababchisi esa Beckham bo'ladi. Vatanida uning boshiga nimalar yog'ilmadi, uni nima deb atashmadi. 23 yoshli futbolchi bosim ostida qolib ketadi. Millat antiq qahramoniga aylanadi. Bu davr uning faoliyatida eng og'ir va sinovli damlar bo'ladi. Turnir kashfiyoti Xorvatiya.
Bu musobaqa Xorvatiya milliy termasi uchun birinchi jahon chempionati edi. Ular shu qadar ajoyib o'yin ko'rsatdiki, dunyo futbol jamoatchiligi va muxlislarni o'ziga jalb qildi. Murabbiy Miroslav Blažević ajoyib jamoani tuzgandi. Štimić, Asanović, Vlahović, Prasinechki, Yarni, Bobin, Shukir, darvozabon Ladić. Bu nomlar Balqon futbolida 90-yillarda porlagan avlod bo'ldi. Davr Shukir ayniqsa yorqin o'ynab, turnirning eng yaxshi to'purariga aylandi. Terma jamoada finalga chiqish uchun ozgina mahorat va omad yetishmadi. Xorvatiya dastlab Argentina, Yamayka va Yaponiya bilan bir guruhga tushgandi. Favoritlar aniq edi, chunki ya harfi bilan boshlangan ikki jamoa avvalidan raqiblardan kuchsizroq ko'ringandi. Oxir-oqibat aynan shunday bo'ldi ham. Umumiy turik hisobidagi ikki g'alaba xorvatlarga play-off yo'llanmasini ta'minladi. Nimchorakda Xorvatiyaga Ruminiya jamoasi raqib bo'ldi. O'yinga sochlarini sap-sariq bo'yab tushgan o'sha rumin futbolchilari. AQShda chorak finalgacha yetib borgan va yaxshigina shovqin ko'targan Haji, Dumitrescu, Petrescu, Papescu, Lekitushga ega jamoa. Ruminiya osonlikcha taslim bo'lmadi. Davr Shukir tanaffusga chiqish arafasida penaltidan gol uradi. Bu o'yinda yagona gol bo'lib, xorvatlarga g'alabani keltiradi. Chorak finalda Xorvatiyani Germaniya termasi kutib turardi. Nemislar favorit hisoblangan va hamma taxminlar ularning foydasiga edi. Shunga qaramay, Xorvatiya haqiqiy jasorat ko'rsatdi. Jamoaviy o'yinga qurilgan puxta taktika bilan ular bir emas, 3 ta javobsiz gol urishadi. Bu haqiqiy sensatsiya edi. Yarni, Vlahović va Shukirning aniq zarbalari amaldagi Yevropa chempionlarini uyga ravona qiladi. Fransiyaga qarshi yarim final ancha jo'shqin va qiziqarli o'tdi. Xorvatiya 46-daqiqada oldinga chiqib oldi. Bu Davr Shukirning musobaqadagi 5-goli edi. Ammo fransuzlar 1 daqiqadan so'ng hisobni tenglashtiradilar. 70-daqiqada Lilian Thuram o'yindagi 2-golini urib, mezbonlarga final yo'llanmasini taqdim etadi. Niderlandiyaga qarshi o'tgan 3-o'rin uchun o'yinda Robert Prasinechki va Davr Shukirning gollari shashkachilarga 2-1 hisobida g'alaba va ilk jahon chempionatida bronza medallarni keltirdi. Xorvatiya o'zining birinchi jahon chempionatida sovrindorlar qatoriga kirdi va sensatsiya qildi. Omadsiz jamoa Ispaniya. Ispaniya deganda odatda hech bo'lmaganda play-offga chiqadigan jamoa ko'z oldimizga keladi. Mundialdan oldin hatto afsonaviy Pele ham Ispaniyani musobaqa favoriti deb atagandi. Biroq Fransiyada Javier Clemente shogirdlaridan yaxshi natija chiqmadi. Guruh bosqichida Qizil Furiya, Nigeriya, Paragvay, Bolgariya bilan to'qnash keldi. Ispanlar uchun bu bemalol o'tadigan guruh bo'lib tuyulgandi, lekin hayotning o'z kutilmagan sovg'alari ham bor. Ispaniya birinchi o'yinida Nigeriyaga 3-2 hisobida mag'lub bo'ladi. Buning ustiga tajribali darvozabon Andonis Subisaretta o'z darvozasiga gol urib qo'yadi. Ikkinchi o'yinda ispanlar Paragvay qarshiligini sindira olmaydi. 0-0. Qizil Furiya oxirgi turda Bolgariyaga qarshi o'yinda g'alaba qozonadi, ammo endi kech edi. 6-1 hisobidagi g'alaba faqat 3-o'rinni ta'minlaydi xolos. Ispanlar 5 yo 6 golni urganda Subisaretta maydonda cho'kkalab g'amgin o'tirganini ko'pchilik eslasa kerak. Bu gollar unga tatimasdi. Narigi o'yinda Paragvay Nigeriyani yutayotgandi. Shu bilan 78-yildan beri birinchi marta Ispaniya jahon chempionatida guruh bosqichidan chiqa olmaydi. Eng yaxshi to'purar Davr Shukir. Davr Shukir mavzusi boyagi Xorvatiya haqidagi gaplarimizning mantiqiy davomi bo'ladi. Fransiyadagi jahon chempionati paytida futbolchi 30 yoshda edi. Biroq uning eng porlagan davri shu mundialga to'g'ri keldi. Biron bir yirik turnirda albatta to'prar bo'lish kerak. Bu safar xorvatiyalik hujumchi bu ishni chiroyli uddaladi. Guruhda Shukir 3 ta o'yindan 2 tasida gol urdi. Biroq uning play-offdagi gollari ayniqsa muhim bo'ldi. Nimchorakda Ruminiyaga gol urdi. Nemislar tormor etilgan chorak finalda yana gol. Ketidan yarim finalda bo'lajak chempionlar darvozasiga to'p kiritdi. 3-o'rin uchun o'yinda hamma Shukirdan yana gol kutgan edi. U esa bajaramiz deb javob berdi. Uning goli Xorvatiyaga bronza medalni keltirdi. 7 o'yinda 6 ta gol urgan Shukirga oltin butsa sovrini topshirildi. Shukir shu 6 ta goli bilan 78-yildan beri o'zgarmay kelayotgan an'anani davom ettirdi. O'shanda argentinalik Mario Kempes 6 ta gol urgandi. 82-yilda Paolo Rossi, 86-yilda Gary Lineker, 90-yilda Salvatore Schillaci, 94-yilda Hristo Stoichko va Alex Salenka 6 ta gol bilan to'purar bo'lishgandi. 1998-yilda Davr Shukir 6 ta gol bilan to'purar bo'ladi. Keyingi mundialdan bu raqam o'zgaradi. Turnir qahramonlari Ronaldo va Zinedine Zidan. Braziliya terma jamoasi Fransiya 98 ga favorit sifatida yo'l olgandi. Jamoa amaldagi jahon chempioni edi. 4 yil avval AQShda g'olib bo'lgan Bebeto, Dunga, Cafu, Tafarel, Aldair, Leonardo bu safar ham tarkibda edi.
21 yoshli Ronaldo esa jamoaning yulduzi edi. 97-yilda u oltin to'pni qo'lga kiritgan bo'lib, endi hamma undan sehrli o'yinni kutgandi. Ronaldo maydonda 6 ta o'yinda almashtirishsiz o'ynab, yorqin porladi. 4 ta to'p kiritdi. Niderlandiyaga qarshi uchrashuvda penaltilar seriyasida ham muhim golni urdi. Fenomen uchun maydonda hammasi ajoyib bo'lsa-da, biroq shaxsiy hayoti mojaroga to'la edi. Turnir davomida braziliyalik futbol iqtidorida dugonasi bilan muammolar paydo bo'ladi. Bu esa ularning ajralishiga olib keladi. Ronaldo qattiq iztirobda qolgan bo'lib, ko'p vaqtini mehmonxonada o'tkazardi. Final arafasida esa futbolchi kasal bo'lib qoldi. Uni qaltiroq bosdi, tili aylanmay qoldi. Vrachlar epilepsiya, ya'ni tutqanoq deb tashxis qo'yishdi. Tabiiyki, voqea ustida mish-mishlar ham tarqaldi. Ba'zilar hatto yulduzini fransuzlar zaharlagan deb ham aytishdi. Keyinchalik futbolchining pulsi juda past bo'lgani uchun bu yurak xuruji bo'lgan deb ham aytishdi. Ronaldoni kasalxonaga yotqizdi va soat 20:00 ga kelib, u Stade de France maydoniga qaytdi. Garchi hech kim uni kutmagan bo'lsa ham. Jahon chempionatidan so'ng Ronaldo turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Ammo mag'lubiyatdan keyin bu unvon unga taskin bermasdi. Ronaldo musobaqada eng yaxshi o'yinchi deb tan olingan bo'lsa-da, Zinedine Zidan finalda jasorat ko'rsatdi va yurtida millat qahramoniga aylandi. Jahon chempionatining eng muhim o'yinida Fransiya yarim himoyachisi zarur vaqtda kerakli joyda paydo bo'lish qobiliyatini namoyish etdi. Uning Braziliyaga urgan 2 ta goli hammasini hal qildi. Zizu finalgacha to'p kiritmagan edi, ammo bu dubli faoliyatidagi eng muhim gollar qatoridan joy oldi. Jahon chempionati davomida Zinedine Zidan barcha ta'riflardan a'lo bo'ldi. To'g'ri, u ikkinchi turda saudiyalik futbolchining ustiga bosib o'tib maydondan haydalgandi. Qolgan o'yinlarda u hujumning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'ldi. Deyarli barcha jamoalarning himoyachilari uning fintlaridan aziyat chekishdi. Aqlli o'yini va hiylalari hatto raqib muxlislarga ham zavq berdi. U doim kerakli joyda paydo bo'lardi va jamoasini oldinga borishga undardi. Bu mundialda Zidanning iste'dodi yorqin namoyon bo'ldi. Uning mashhurligi yanada oshdi. Fransiya terma jamoasi uchun u g'alaba ramziga aylandi. 1998-yilgi jahon chempionligini qo'lga kiritgan Zidan yil yakunida oltin to'pga sazovor bo'ldi. Chempion jamoa Fransiya. Mezbon sifatida Fransiya termasi saralash o'yinlarini o'tkazmasdan final turniriga yo'llanma olgandi. Fransuzlarning jahon kubogi sari yo'li oson bo'lmadi, lekin ular mundial g'olibligini qo'lga kiritgan 7-jamoa bo'lib tarixga kirdilar. Eme Jacki jamoasi Daniya, Janubiy Afrika va Saudiya Arabistoni bilan bir guruhda o'ynagandi. Fransuzlar raqiblarni nisbatan oson mag'lub etishdi. Faqat Daniya Bartes darvozasiga gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ammo keyin fransuzlar muxlislarni ancha asabiylashtirdi. Nimchorak finalda reglament 3 ranglilarni Paragvayga ro'para qildi. Asosiy vaqtda g'olib aniqlanmadi va faqatgina Laurent Blanc 114-daqiqada oltin gol qoidasi tufayli o'yin taqdirini hal qildi. Chorak finalda Fransiya Cesare Maldini murabbiyligidagi Italiyaga qarshi to'qnash keldi. Yana bir bor qo'shimcha vaqtga o'tildi, ammo g'olib penaltilar seriyasida hal bo'ldi. Italiyadan Albertini va Di Biagio gol ura olishmadi. Yakuniy hisob 4-3 bo'ldi va Fransiya yarim finalga chiqdi. Final ostonasida turnir mezbonlari Xorvatiyaga qarshi o'ynadi. O'yinning ayrim tafsilotlarini yuqorida gapirib o'tdik. Yutqazib turgan Fransiya Lilian Thuramning dubli evaziga finalga yo'llanma oldi. U yerda Braziliya ularni kutib turardi. Hal qiluvchi o'yin arafasida Ronaldoning kasal bo'lib qolgani, Zidandan super o'yin, 2 ta ajoyib kiritilgan to'p, 90-daqiqada Emmanuel Peti'dan yana 3-gol va Fransiya jahon chempioni. Bu Fransiya termasining qo'lga kiritgan birinchi jahon kubogi edi. Zidan, Blanc, Desailly, Thuram, Lizarazu, Deschamps, Bartes, Henry avlodi mamlakatga 68 yil kutilgan g'alabani olib berdi. Bu yutuq Fransiya uchun tarixiy voqeaga aylandi. Zinedine Zidan finalning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi va millat qahramoni bo'ldi. Shu bilan Fransiya 98 musobaqasi eng chiroyli va yorqin futbol tomoshalaridan biri sifatida tarixdan joy oldi. Musobaqadagi ayrim rekordlar va qiziqarli faktlar haqida. Shotlandiyalik Tom Boyd Braziliyaga qarshi o'yinda o'z darvozasiga gol kiritib, ochilish o'yinida avtogol urgan birinchi futbolchi bo'ldi. Xorvatiyalik Robert Prasinechki Yamaykaga qarshi o'yinda gol urib, jahon chempionatlarida 2 xil milliy terma jamoada gol urgan birinchi va shu paytgacha yagona futbolchiga aylandi. Bungacha u 90-yilda Yugoslaviya jamoasi safida o'ynab, Birlashgan Arab Amirliklariga gol urgan edi. Shotlandiya ketma-ket 8-marta guruh bosqichidan o'ta olmadi. Bu jahon chempionatlaridagi eng past ko'rsatkich bo'ldi. Guruh bosqichida Argentina terma jamoasi Yamaykani 5-0 hisobida mag'lub etadi. Ko'p o'tmay Chayf rock gruppasining shu voqeaga bag'ishlangan qo'shig'i chiqadi va hitga aylanadi.
Fransiya terma jamoasining har bir o'yinidan oldin Laurent Blanc darvozabon Bartesning boshini o'padi. Bu odat o'yinda ham, penaltilar seriyasida ham omad keltiradigan urfga aylanadi. Jamoalar o'yinchilarining o'rtacha yoshi 27 yosh va 8 oyni tashkil etdi. Bu o'tgan musobaqa ko'rsatkichidan 5 oyga ko'p edi. Turnir avvalida eng yosh o'yinchi 17 yosh 3 oylik bo'lgan Kamerunlik Samuel Eto'o bo'lsa, eng kattasi 39 yosh 11 oylik shotlandiyalik Jim Leighton bo'ldi. Fransiya 98 eng ko'p to'p kiritilgan turnir bo'lib, unda jami 171 ta gol urildi. Bu rekord 2014-yilda Braziliyada yangilandi. An'anaga ko'ra, musobaqa yakunida ramziy terma jamoa tuzildi. Unga odatdagidek 11 ta emas, balki 16 nafar futbolchi kiritilib, jamoa shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Endi esa musobaqadan esda qolgan ayrim holatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Hadji. Oh, great goal for Morocco. Da Dinamarca! He's a bit across the face of Warren Barrett. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Roberto Baggio, oui. Ami Batou. It was off the ball, so we did not see it. In style. Fransiya 98, Zinedine Zidane va boshqalar. Bugungi suhbatimiz shu mavzuda edi. Do'stlar, o'sha jahon chempionatini ko'rganmisiz? Fikr va taassurotlaringiz qanday? Kimga muxlis bo'lgansiz? Izohlarda yozing. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Nasib qilsa, navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.